Assalomu alaykum bobo dehqonlar hamda tadbirkorlar. Ana meni endi ko'ringizlar. Ana bizda dehqonchilik tadbirkorlik qilaman deb kredit olib davlatdan qarzga botib kambag'al bo'lgandan ko'ra boshqa ish qilgan yaxshi. Mana ketmonlab Manaki shunday narsani chovib chiqarib tashlayapmiz manaki. Yana kredit olib teplitsa yasayman deb nima qo'yatmayizlar. Boshqa ish qilganlaringiz yaxshi. Undan ko'ra chasni ish yaxshimi? Ma'qulni ko'raverish kerak dehqonchilikdan ko'ra. Hali turib keyin shu itlarni ham o'rib chiqarganlarni videosini tashlab qo'yamiz, xudo xolasa. Qarangizlar, tadbirkorlar. Bu yoqda teplitsa bor, bu yoqda teplitsa bor. Hammasini chiqarib, o'rib chiqarib tashlab tozalayapmiz. Bu lavha deydimi? Bu tadbirkorlarga lavha bu.